zakazga qarab ko'p chiqarsa bir kunda 1 tonna chiqarsa bo'ladi. Xuddi shunday gel mahsulotlarini uy sharoitida oz mablag' sarf qilib turib chiqarishni xohlaysizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Ishlab chiqarish jarayonidan to'liq ko'rsatib o'tamiz. Kichik intervyu ham bo'ladi. Hozir Qo'qon shahridamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat. Hozir mana Qo'qon shahridamiz. Aytganimizdek, bu akamiz bizdan shu 1 yil oldin stanovlar sotib olib, bizneslarni mana yo'lga qo'yib oldi. Xo'p, hozir bu stanovdan boshlanyapti mahsulot ishlab chiqarish. Stanovdan boshlayapmiz. Shuni ham bir ishlatib ko'rsatsak bo'ladi hozir. Albatta. Xo'p, qozonimiz necha litrlik edi bu? 300 litrlik. 300 litrlik qozon olganingizda 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Hammasi qo'yilgan, baland past qilish uchun. Legirovkalari bor, hammasi bor. Nejavikadan bo'lgan. Aha. Mana tentlari bor. Tentlari bor, 220 uy sharoitida bo'lyapti. Albatta. Stanov ma'qul bo'ldimi? Unaqa kamchiliklar bo'lmadimi? Borligicha aytavering. Yo'q, stanoy ma'qul. Yaxshi. Mana bitta o'sha chiqarishlarni ham udobniy, zo'r chiqaryapti bari ham. Bunga o'zingizdan bunday moslab kichikroq qilib qo'ysangiz bo'ladi, quyishga qulay qilib. Ha, siz bunga olyapsiz ekan, Ha, bunga olyapman-da. Tindirish uchun bunga quyib olyapman. Keyin ikkinchi zasmani tayyorlayapman-da. Ikkinchi qozonni tayyorlayapman bunga. Xo'p, mana bu yerdagi seriallardan foydalanyapsiz. Mana shular seriallar. Xomashyolar. Mana shulardan gel ishlab chiqaryapmiz. Shu xomashyolarni olib, qozonimizga solib, maxsus harorat qo'yib, qo'shiladigan narsalar qo'shib, gel mahsulotini tayyorlayapsiz. Hozir asosan qaysi gel mahsulotlarini ishlab chiqaryapsiz? Hozir suyuq gel, jidkemiylar, shu suyuq sovunlarni chiqaryapmiz. Shular 2 xil, 3 xil retseptni tayyorlayapmiz hozir. Xudo xolasa keyin yana o'sha qo'shimcha retseptlar qo'shishga harakat qilyapmiz. 6 ta retsept bor menda. Qolganini ham qo'shamiz xudo xolasa, talabga qarab, taklifga qarab qolganlarini ishlab chiqaramiz xudo xolasa. Tushunarli. Xo'p, bundan mana tayyor bo'ldi. Xo'p, keyin bunga olyapsiz, vaqtdan yutish uchun. Bunga tayyorlab, birinchi qozonni bunga quyib qo'yapman-da. Bu o'zi tinadi-da, tinib turguncha. Ma'lum bir vaqt. Ha, ma'lum bir vaqtda. Keyin ikkinchi qozonni tayyorlashni boshlayman. Vaqtdan yutaman. Misol uchun mana boshida siz suyuq gelni bunda tayyorladingiz. Suyuq gel tayyorlab turib, vaqtdan yutish uchun bunga olib tindirgan qo'ydingiz. Bunga olib qo'yaman quyib. Bunda keyin qozonni jidkemiylar tayyorlayverasiz. Suyuq gel tayyorlab bunga olsam, ikkinchi qozonda jidkemiyni tayyorlasam, buni tayyorlashni boshlayveraman ikkinchi qozonda. Vaqtdan ham shunda yutasiz. Vaqtdan ham yutyapmiz. Shu elektron tarozni bu yerga qo'yapsiz-da, baklashkalar qo'yib, birdan o'lchab turib, bir o'rla qopqog'ini yopib yuboryapsiz. Tayyorlab chiqaryapmiz. O'rta 4 kilo 600 dan bo'lyaptimi? Yo'q, bular 5 kilodan. Ha, 5 kilodan. Hammasi 5 litrli 5 kilodan. Hammasi 5 kilodan. 3 kiloligi bor, 2,5 kiloligi bor. Aqda 500 grammliklar. 500 grammlik. Va jidkemiylar ham bor, ha? Jidkemiylar bor, mana shu 100 grammlik jidkemiylar mana shu. Mana bular jidkemiylar. Mana shu jidkemiylar, ha. Jidkemiylar. Qo'l sovun, suyuq sovunlik. Ustalarga o'sha hozirgi rasa nima bo'ldi? O'sha shuvoqchi ustalarimiz olib ishlatishyapti. Shuvoqchilar ustalarga ham. Hozir o'rtacha bir kunda necha kilo mahsulot ishlab chiqaryapsiz? O'rtachasi 400 kilo, 500 kilo chiqaryapman. 400 kilo. Agar zakazga qarab ko'p chiqarsa bir kunda 1 tonna chiqarsa bo'ladi. 1 tonna chiqarsa bo'ladi. Undan ziyoda ham chiqarsa bo'ladi. Bundan chiqarsa bo'ladi. Endi men o'sha et-ketga qadoqlar bilan o'sha vaqt 400-500 kilo normalniy holat. Mana chiqargan mahsulotlaringiz ma'qul bo'lyapti o'ziga, sotib olgan uskuningiz ma'qul bo'lyapti. Hozir bu mahsulotlar ishlab chiqarganingizga deyarli 1 yil bo'lyapti. Ha, deyarli 1 yil bo'ldi. Xudo xolasa 1 yil. Deyarli 1 yil bo'lyapti. Hammasi mana yo'lga qo'yib, asta-asta savdo hajmini ham kuchaytiryapsiz. Kuchaytiryapmiz. Va hozir mana Qo'qondamiz. Qo'qonning qaysi joyi bu yer? Qo'qon shahri Dang'ara tumanida. Qo'qon shahri Soyshildir qishlog'i endi adres. Shu yer. Manzil. Shu akamiz mana 1 yil bo'lyapti uskuna sotib olgan, biznesni mana yo'lga qo'ydi va agar ko'rayotganlar ma'lum bir boshqa mahsulot xohlasalarni, umuman yuvish vositalarini bu yoqqa murojaat qilaverasizlar. Mana videoni ostiga telefon raqamini ismi bilan qo'yib qo'yamiz. Telegram username'ingiz bo'lsa, buni ham biriktirib qo'yamiz. Buyurtma qilib ishlab chiqaruvchini o'zida mana ishlash jarayonini hammasini imkon qadar ko'rsatib o'tishlikka harakat qildik. Murojaat qilinglar. Tayyor mahsulotni optim olib mana Qo'qon bozoriga yoki qo'shni tumanlargacha sotishliklaring mumkin.
Xo'p, agar uskuna kerak bo'lsa, stanovgini bizga murojaat qilsalaring bo'ladi. Mana stanovda ham ko'rsatib o'tsangiz bu yoqda. Xuddi shunga o'xshagan uskunalar bo'ladi. Bu uskuna 300 kilogrammlik uskuna 220 ga ishlaydi. Hozir videoda ko'rib turgan uskunalaringni videoni ostida turgan raqamlar bu meni raqamlarim. Shunga murojaat qilib, stanok uchun menga, mahsulot uchun bu yoqqa akamiz shogirdimizga murojaat qilib olsalaring bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling, rahmat sizlarga. Uchun. Sog' bo'ling, ishlarga omad. Rostdan rozimisiz? To'g'risini ayting. Yo'q, yaxshi, menga ma'qul, rozimiz, ma'qul. O'zimizga yoqib iste'mol qilganmiz buni mana. Apparatni o'zimiz olganmiz. Xudo xolasa yaxshi natija ko'rish, xudo xolasa. Iloyim omadingiz bersin. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar.